Marlondagi eng katta gilam magazin narxlariga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Hozir narxlarni to'liq qilib tushuncha beramiz. Assalomu alaykum hurmatli YouTube obunachilari. Do'konimiz birinchi manzildan boshlaylik. Manzili Marlon shahar Tiriz bozoridan o'tganlarida shundoqqina o'ng qo'lda joylashgan. Bu tomon Vasro Mostdan tushlaringa bemalol kelib shunaqangi eng katta do'kondan gilamlarni korxona narxida olishlari mumkin. Hozir gilam haqida to'liq ma'lumot beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib bitta like bosib qo'yasizlar. Asadbek Hormay. Salomat Asadbek bo'ling. YouTube'ga video olyapmiz. Gilamlar narxlarini to'chni qilib korxona narxida bitta tushuntirib bersangiz, mijozlarimiz xudo xolisa siz oqtarib kelishadi. Darushkalardan boshlaymiz. Endi 80 santimetrlikdan endi 2,5 metrligacha bo'ladi. 1 metrligining narxi necha puldan? 1 metr kvadratimiz narxi 44300 so'mdan boshlanadi. 44300 so'mdan, ya'ni endi 1 metrlik 44300 so'm. Agar 2,5 metrlik zarur bo'lgan bo'lsa 44300 so'mni 2,5 ga ko'paytirsalar narxi chiqadi. Undan tashqari qaranglar, bu tomonda darushkalarimizni komplekt qolmagani, u komplekt yo'qlari. Komplekt yo'qlarini qilib berganmiz. Bular korxona narxidan ham arzonroq qilib berasizlar. Korxona narxidan ham ancha arzon qilib beramiz kesalar. Xudo xohlasa kesalang shunaqangi darushkalar. Bular ham sifatli, hammasi yangi darushkalar, lekin shunaqangi bunaqa komplekt bo'lib qolmaganligi uchun arzon. Endi do'konimiz ichini tanishtiramiz. Marlonda eng katta gilam do'kon deyapman. Rostdan shunaqami o'zi Asadbek? Marlondagi eng katta gilam do'koni, ya'ni 1,5 ming kvadratga joylashgan. Birinchi qatimizda tayyor gilamlar ham kichkina shunaqangi razmerlardan tortib katta razmerlarigacha bor. Ikkinchi qatimizda metrajli gilamlar. Xo'p, Asadbek o'zi gilamlar kvadratda eng arzoni 44300 so'mdan boshlab, mijozimiz xohishlariga qarab oshib boraveradi. Endi uylarni o'lchab kelishdan boshlab yetkazib berishgacha jarayonlar mutlaqo bepul. Shunaqa. Shu gilamimiz razmer necha, narxi necha pul Asadbek? Bu gilamimiz narxi 4 ga 6, korxona narximiz mana hisoblab beramiz mijozlarimizga. 3,744,000 so'm chiqadi. 3,744,000 bu narxi qimmat ekan deb o'ylamanglar. Samarqand Sag'izda ishlab chiqarilgan vizantikasiyadagi eng qalin gilamlarni boshqa joyda 5 milliondan sotishsa kerak Asadbek bularni. 5 million, 6 million so'm sotiladi. Bizda qaranglar, narxlar nihoyatda arzon, gilam assortimenti umuman muammo yo'q. Har xilidan bo'ladi. Razmerlari 1-2 razmerdan tortib eng katta razmer nechagacha Asadbek? 5 ga 8 razmerigacha mavjud. Xudo xolasa mana bemalol kelsalar o'tadi. Bu tomonda premium kassadagi gilamlar, tayyor gilamlardan eng keng assortimentlari mana. Bu tomonda ham bor. Turkiya, Eron gilamlari dislarni hammasidan xudo xolasa yetarlicha bor. Mana shunaqangi avvalgi gilamlarimiz bor. Aynan shu video orqali kelgan bo'lsalar ham bitta gilam xarid qilsalar shunaqangi avvalgi gilamlarni ham mutlaqo bepul qo'shib berishadi. Buni ham har razmerlaridan bor. Xo'p, endi ikkinchi qator metrajli gilamlarni ko'rsatamiz. Endi ikkinchi qavatga chiqib metrajli gilamlarni sizlarga ko'rsatib, obzor qilib beramiz. Narxlari. Agar gilamni to'chning hammasini narxini aytmadim degan bo'lsalar ham bundan bitta ikkita oldin videolarni ko'rsalar ham hammasini narxlar bilan to'liq qilib qo'yganmiz. Shuning uchun ikki marta narx aytib qo'ymaylik, boshqacharoq narsalar ko'rsataylik degan. Xo'p. Narxlarni aytmay o'tib ketdik. Bu tomondagilar Asadbek necha puldan bular sochiqlar? Xo'p, arnatomli sochiqlarimiz bu tarafdagi qalinlari kvadrat metr 110 ming so'mdan boshlanadi. Bular eng qalinlari. Eng qalinlari. Undan tashqari undan sal yuqorilari mavjud. Bu 77,500 so'm kvadrat metri chiqadi. 77,500 so'm, bu ham lekin qalin. Bitta xonalar ham bo'lgan bo'lsa, endi 3,5 ga 5 xonam bor. Necha pulga tushadi Asadbek? Hisoblab bering. Xo'p. 3,5 ga 5 gilam olsangiz 1,356,000 so'm. 1,356,000. Ko'p sifatli o'zi shunaqa 3,5 ga 5 atrofida bo'ladi. 1,5 million atrofida shunaqa eng sifatli har rangdagi iborat sochiqli gilamlarimizni ham xarid qilishlari mumkin. Odam mijozlarimiz xarid qilgan gilamlarni ham razmerlari bo'yicha kelsa moslashyapti. Endi sizlarga hamma yoquvchi metrajli gilamlarni obzor qilib ko'rsatib beramiz. Bunaqa metrajli gilam boshqa joylarda bunaqa ko'p bo'lishi mumkin. Asadbek, tafting poloslarimiz necha puldan? Tafting poloslarimiz 44,100 so'mdan boshlanadi. Bularda ham har xil assortiment bor. Samarqand Sag'izda ishlab chiqarilgan eng qalinlaridan. Mashinasi endi 3 metrli bo'lsa, 5 metrli xonamga necha pulga tushadi? 5 metrli joyingizga 661,000 so'mga tayyor bo'ladi. 661,000 so'mga 3 ga 5 xonalarga olishlar mumkin bo'ladi. Mana bu tomonda assortimentlarni ham ko'ringlar. Bularning narxi bir xilda. Bularning narx farqlari sababi bu to'qim unga qaraganda ham hozir ofislarga ko'p ishlatilgan joylarga ko'p solinyapti. Bularda ham narx korxona narxidan metrajli gilamlarni ko'ringlar. Bu ham ro'zg'or bor 44,300 so'mlikdan. Endi 80 santimetrlikdan boshlab endi 5 metrligacha bo'ladi masalan shunda. Ko'p so'mlar mavjud. Bu tomonda endi polister gilamlarimiz ham har xil assortimentlari, gullarini ko'rsalang bo'ladi. Xo'p, mana. Gullari rasetkasiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Assortiment nihoyatda ko'p. Bemalol kelib, Pargiz barcha filiallardan shunaqa keng assortimentdagi gilamlarni korxona xarid qilishlari mumkin. Bu tomonda daroshkalarni ham ko'ringlar. Daroshkalar ham assortimentini aytmasa ham bo'laveradi. Eng qimmatdan tortib, eng ro'zg'orbopgacha, xudo xolasa assortimentdagi guli bo'yicha
muammo yo'q. Metrajli gilamga komplekt qila olamiz. Masalan, shunaqangi 80 santimetrlikdan boshlab endi 5 metrligacha hamma komplektlari xudo xolasa barcha filiallarimizda bo'ladi. Mana endi 5 metrlik metrajli gilamlarimizni ko'rishlari mumkin. Assortiment endi bu tomon premium kategoridagi metrajlarga o'tdik. Xo'p, Asadbek endi bizga endi qalin eng yaxshilaridan ko'rsating narxi bilan. Hop. Mana shular ham qaranglar, gulni nihoyatda chiroyli chiqqan, har xil assortimentdan bo'ladi. Shunisi nechta pul Asadbek? Samarqand 830 da ishlab chiqarilgan Vizanti nomli eng qalin metrajimiz bu. Endi 3,5 ga 4 xonamga hisoblab beraverdik. 3,5 ga 4 xonangizga 2.380.000 so'mga tayyor bo'ladi. 2380 ming so'mga. Bunaqa keng assortimentdagi eng sifatli gilamlarni korxona narxida olishga nima deysizlar? Bunaqa har doim ham imkoniyat bo'lavermaydi. Bemalol Fariz filiallariga tashrif buyuringlar. Hozir to'y sezon rosa boshlangan payt gilamni qayerdan olay deb yurgan bo'lsangiz, to'g'ri Fariz tanlashlar mumkin. Qaranglar, shunaqangi gilamlarni holatda tayyor qilib sizlar uchun moslab berganmiz. Do'konimiz chiroyli holatda, bemalol kelinglar. Barcha filiallarimizdan adolatli korxona narxida gilamlarimiz sanang bo'ladi. Hammalarni do'konlarimizda kutib qolamiz.